birinchi maktab o'quv markazi sifatida faoliyatini boshlagandagi birinchi o'quvchilardan, yangi o'quvchilardan biri bo'lgan. Hozirda 8,5 ayol shkola hisoblanadi. Bundan tashqari Westminsterda Xudo xohlasa ikkinchi kurs talabasi to'xtashini bepul bo'ladi. Now the software as good as I can. And that helped my students improve their speaking skills. Writing maestro nomlangan 3 ta eng aktiv o'quvchi beraman degan gapim. Foramimizda 3 ta rosa aktiv bo'lgan o'quvchilar bo'ldi. Birinchisi bizda ismingiz Asadbek. Bu siz kitobsiz. Hammaga rahmat, sizlar bilan ko'rishamiz.